Rashidova Nilufar Ilhom qizi 1994-yilda tug'ilganman. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi Farg'ona viloyat filialida 2013-yildan beri ish faoliyatimni olib kelmoqdaman. Ish faoliyatim davomida turli xil lavozimlarda ishlab keldim. Hozirgi kunda operatsion bo'lim katta hamshirasi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tibbiyot sohasida amalga oshirilgan islohotlar samarasi tufayli 2024-yilda shifoxonamizga zamonaviy jahon standartlariga javob beradigan tibbiy jihozlar keltirildi. Shu tufayli 2025-yilda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari 680 ga yaqin yuqori texnikada amalga oshirilib kelmoqda. Bizning shifoxonada har bir xodim, kichik tibbiy xodim, o'rta tibbiy xodim va shifokorlarimiz bemorlarga sidqi dildan xizmat ko'rsatib kelmoqda. Men kelajakda o'z kasbimning ustasi bo'lishga erishaman.